Ayniqsa Dovudchani sog'inganlar. Bellissimo. Mana bu videoni ko'rdimda shunaqa yegim kelib ketdi. Yarim kechasi turib olib. Endi bu pishmagan xom mangoni yeyapti. O'zbekistonda xom mango yo'q. Shuning uchun olmadan qilib ko'ramiz. Hamma spetsiyalarni oldim. Uyimdagi tuz. Hammasini soldim. Endi aralashtirib ichiga buldakdan ozgina solish kerak sousdan. Mana bu soyaviy sousni ham aralashtirish kerak. Men mana bunaqa sous soldim. Sousim tayyor. Endi olmani to'g'raymiz. Qaysi payt qo'yayotganlaringizni bilmadim. Lekin men yarim kechasi turib olib shu videoni ko'rib, uydagi shu aralashmani surib, bodringni ham yeb ko'rsatib beraman. Qanaqa bo'ladi mazasini, chestni aytaman. Bu bodringni kimchidek ostri achchiq bo'lsa kerak. Ichida shakari ham bor, tuzi ham bor, qalampir, kashnich, короче, hamma spetsiyalar. Mazasi qanaqa bo'lar ekan? So'lak bezlarim ajralib ketdi-yu. Olma bilan zo'r bo'lar ekan-ku. Salatchilar, sizlarga zo'r layfhak. Ko'k olma bilan shuncha pripravani qilib yeb ko'ringlar. Bilmayman qaysi davlatdan bo'lib, lekin ular bunaqa narsalarni yeyishni bilishar ekan. Vasha zo'r ekan. Bodringni ham yeb qo'yib. Bodring o'zimizda koreyskiy salatlarda chiqdi. Olma o'sha noyob bo'lar ekan. Menga yoqdi. Sizlar ham ko'rib kommentariyaga yozinglar. Rostmi? Yoqdimi, yo'qmi? Buni yeb ko'rishinglar kerak.